Sharqi Turkistonda 10 necha yil turgan Kanadalik bir juft ayol yaqinda tashqi dunyoga o'zlarining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qanday ziyonkashlik qilganligiga shohid bo'lganligini bayon qildi. O'z ko'rsatishlariga asosan bu bir juft ayol Xitoy doiralarining Uyg'urlarni bostirishini nihoyat sistemalik deb atadi. Gari Deki va uning ayoli Andrea Deki yaqinda Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qildi. Ular Fransiya axborot agentligiga biz bu ishlarning yuz berishiga boshlanganligini ko'rdik va buning yaxshi natijaga erisholmaydiganligini bildik. Har hafta texnik ko'p cheklamalar, yangi belgilama yoki yangi taraqqiyotlar o'tirg'i chiqdi dedi. Deki ayol Osiyodagi bir ommaviy tashkilotning xizmatini qabul qilib, 2007-yili Uyg'ur diyoriga ko'chib kelgan. Andrea juma kuni Kanadaning Manitobadagi uyidagi Fransiya axborot agentligiga o'zining bu yerdagi turmushi haqiqatan yaxshi ko'rganligini, Uyg'urlar bilan birga bo'lishni, ular tarafdan qabul qilinishini va ularning madaniyatiga singishni yaxshi ko'rganligini, buning intayin alohida kechirmish ekanligini aytdi. Ular 2009-yildagi zo'ravonlik voqeasidan keyingi an'anaviy Uyg'ur mahallarining chiqilishga boshlanganligini aytdi. Ular Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishining intayin sistemalik elib berilganligini aytdi. 2016-yili bostirish harakatining kuchayishiga ergishib, bu bir juft ayol soqchi sonining ko'payganligiga, har bir cho'ng yo'l eg'iziga tekshirish punkti qurilganligiga va hamma yerga kuzatish kamerasi o'rnatilganligiga diqqat qilishga boshlaganligini aytdi. Deki ayol 2018-yili Sharqi Turkistondan ayrilib, Kanadaga qaytib kelgan. Ayni vaqtda viza qoidasi qattiqlashgandan keyin nurg'un chet elliklar bu yerdan ayrilgan. Gari mundaq dedi: "Cheklamalar pek ko'p. Biz xuddi g'oyat zo'r turmada turgandek his qilamiz. Biz atrofimizdagi Uyg'urlarga yuk bo'lib qolgandek qilamiz. Bizni taniydiganlar har qanday sabab bilan tutib turish lagerlariga solinishi mumkin. Bizni bilishimi buning sabablarining biri bo'lishi mumkin." Yevropa İttifaqının Tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining bosh bayonotchisi 24 aprel e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi: Janubiy dengizga jiddiylik jumladan Oksbov dengiz qirg'og'ida yaqinda Xitoyning cho'ng tipdagi paraxodlardan borligi rayonning tinchligi va muqimligiga ziyon yetkazdi. Yevropa İttifaqının Hind Tinch okeanining ochiq va erkin dengiz yo'lini xalqaro qonun bo'yicha qo'g'dashga va'da berganligi, rayonning muqimligi va xalqaro tartibga buzg'unchilik qiladigan har qanday bir taraflama harakatga qarshi turadiganligi bildirilgan bayonotchi 2016-yillik Janubiy dengiz kesim qarorini tilga oldi. Yevropa İttifaqı har qaysi taraflarni talash tortishni xalqaro tinchlik bo'yicha hal qilishga chaqirdi va Gollandiyadagi xalq kesim sotining 2016-yilning oxirida Filippinni qo'llab qaror chiqarganligini eskartdi. Kesim nomida Xitoyning Janubiy dengizida tarixiy huquqi borligini o'tirg'a qo'yishning hech qanday qonuniy asosi yo'qligini hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuniy ahdnomasiga xilof ekanligini bildirgan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti va Amerikaning Afg'onistondagi harbiy mavjudligini chekindirish musobaqasi boshlandi. Amerika va Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining Afg'onistondagi qo'mondoni general Austin Scott Millerning yakshanba kuni aytishicha, garchi chekinish musobaqasining rasmiy boshlanish vaqti 5-oyning 1-kuni qilib bekitilgan bo'lsa-mu, lekin qo'llangan tadbirlar bilan chekinish rasmiy boshlangan. Amerika prezidenti Joe Biden oldin qatta barliq Amerika askarlarining 11-sentabrgacha Afg'onistondan chekinganligini e'lon qilgan edi. Armeniya bosh ministri Pashinyan bosh ministerlikdan istifa berganligini e'lon qildi, ammo u yanada vaqtlik kabinetning rahbari bo'lib ishlaydi. Onun bu hareketi 20-iyun o'tkazilgan parlament saylamiga asos solib, uzunluğu so'zilgan siyosiy krizisni pasaytishni umid qilgan. Armeniya bilan Ozarbayjon orasida 2020-yili 27-sentabr Nagorno-Qarabağ rayonida yangi bir navbatlik to'qinishda portildi. Urushda yengilgan Pashinyan hukumati o'tgan yili noyabrda Ozarbayjon bilan tinchlik kelishimi imzolagandan buyon uning istifa berishini talab qilish chaqiriqlari kuchaygan. Iroq Ichki ishlar ministrligi Tönögün Bag'dodga Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar davolanayotgan bir doktorxonada yuz bergan o't ofatida qazo qilganlarning sonining 82 ga yetganligini e'lon qildi. Ministrlik bayonotchisi mundaq dedi:
COVID-19 bemorlari davolanayotgan Ibn al-Habib doktorxonasida yuz bergan o't oftida 82 odam qazo qildi, 110 odam yaralandi. Bayonotchi o't oftining sababi to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. 24 aprel kechda Bag'doddagi Ibn al-Habib doktorxonasida o't ofti yuz bergan bo'lib, o'tning oksigen turbasining portlashidan kelib chiqqanligi o'tirg'a qo'yilgan. Yerlik taratqularda o't oftining bemorning beparvoligidan kelib chiqqanligi o'tirg'a qo'yilgan.